Sirdaryo viloyati Guliston shahrida, Xudo xolasa, Robot akademiyasining 8-filiali ochilish arafasida turibmiz. O'quvchilar uchun alohida workshoplar tashkil qilganmiz va ilk robotlarini o'quvchilar o'zlari yasab ko'rishlari mumkin bo'ladi. Marhamat qilib sahnamizga bugungi tadbirni jonkuyari Temurbek Abhamovni davrak taklif qilamiz. Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar, hurmatli yoshlar. Bugun sizlar bilan Robot loyihasi bo'yicha Sirdaryoda ko'rsatganimdan juda ham xursandman. Başlayayımız mı? Başlayayımız mı? Yaxshi.